1945-yil 16-iyul Nyu-Meksiko shtati Alamogordo kengliklari. Bu yerda Trinity sinov poligonida tarixiy voqea ro'y bermoqda. Atrofda bir qancha olimlar va harbiylar to'plangan. Ular orasida mashhur fizik Robert Oppenheimer ham bor edi. Birdan kuchli chaqnash yuz berdi. Osmonda ulkan qo'zg'orin shaklidagi bulut paydo bo'ldi. Ha, siz to'g'ri angladingiz. Bu yerda insoniyat tarixida ilk bor yadro bombasi portlatilgan edi. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Yuksaklik sari kanali. Bugun biz atom bombasi qay tarzda yaratildi va uning yaratilishiga nimalar sabab bo'ldi? Yadro fizikasidan toki vayronkor qurolgacha qanday yo'llar bosib o'tildi? Bu yo'lda kimlar ishtirok etdi? Bugun shular haqida gaplashib o'tamiz. 1930-yillar boshida dunyo fizika sohasida katta kashfiyotlar sari yo'l ola boshladi. Olimlar atom yadrosining sirlarini anglashga yaqinlashib borayotgan edilar. 1932-yil Britaniyalik fizik James Chadwick neytron zarrachasini kashf etdi. Bu atom yadrosining muhim tarkibiy qismlaridan biri edi. Neytron zaryadsiz bo'lgani uchun u boshqa yadrolarga to'sqinliksiz kirib bora olardi. Bu esa yadroviy reaksiya haqida yangi nazariyalarni yuzaga keltirdi. Shu yillarda butun dunyo bo'ylab bir necha olimlar yadroviy reaksiyalarni sinovdan o'tkazishga kirishdi. Ulardan biri italiyalik fizik Enrico Fermi edi. U neytronlardan foydalangan holda atom yadrosiga ta'sir o'tkazish bo'yicha tajriba o'tkaza boshladi. 1938-yil Germaniyada yana bir tarixiy kashfiyot yuz berdi. Otto Hahn va Fritz Strassmann uran yadrosining bo'linishini tajribada qayd etdilar. Avvaliga bu hodisa nima ekanini tushunish mushkul edi. Biroq avval Germaniyadan qochgan olim Lisa Meitner va uning jiyani Otto Frisch bu hodisani to'g'ri izohlab berdi. Ular bu jarayonni yadroviy bo'linish, ya'ni nuclear fission deb atashdi. Shundan so'ng vengerlik fizik va muhojir Leo Szilard uran bo'linishi haqida xabarlarni eshitgach, Germaniya ham yadro quroli ustida ishlashi mumkinligini tushunib, AQSh hukumatini ogohlantirishga qaror qiladi. Biroq o'zi u darajada mashhur bo'lmagani uchun uning ovozini jiddiy qabul qilmasligidan xavotirlanadi. Shuning uchun u Albert Einsteinga murojaat qiladi va undan xatga imzo qo'yishini so'raydi. Einstein rozilik bildiradi. Shunday qilib, 1939-yil avgust oyida prezident Franklin Roosevelt nomiga yuborilgan maktubda Einsteinning imzosi bo'ladi. Xo'sh, xatda nima yozilgan edi? Xatda uran bo'linishida katta miqdorda energiya ajralishi, bu esa yangi mislsiz qurolga aylanishi mumkinligi haqida ogohlantirilgan. Shuningdek, Germaniya ham bu yo'nalishda harakat qilayotgani aytilgan va AQSh bu borada tadqiqotlarni boshlashi lozimligini ta'kidlagan. Einstein urush tarafdori emas edi. U pacifist, urushga qarshi inson bo'lgan. Biroq u Germaniyadagi Gitler rejimi yadro quroli ishlab chiqsa, bu butun insoniyat uchun xavf ekanini tushungan. Shuning uchun u bu xatga imzo qo'yishga majbur bo'lgan. Keyinchalik u, agar bilganimda Germaniya bu ishni eplay olmasligini, hech qachon bu xatga imzo qo'ymas edim, deb afsus bildirgan. Ushbu loyiha Amerikada Manhattan loyihasi deb nomlangan va u 1942-yil boshlangan. Loyihaning asosiy maqsadi uran va plutoniy asosidagi yadro bombalarini yaratish edi. Ushbu loyihaning harbiy rahbari general Leslie Groves bo'lsa, ilmiy rahbarlik Robert Oppenheimerga topshirildi. Bu loyiha tarixdagi eng yirik ilmiy harbiy tashabbuslardan biri bo'lib, 130 mingdan ortiq inson ishtirok etgan. Loyiha budjeti milliardlab dollarga teng edi. Asosiy ilmiy markaz Nyu-Meksiko shtatidagi Los Alamos laboratoriyasi bo'ldi. Bu yerda dunyoning eng nufuzli fiziklari to'plandi. Enrico Fermi, Niels Bohr, Richard Feynman, Leo Szilard, Edward Teller va boshqalar. Ularning asosiy vazifasi nazariyani amaliyotga aylantirish, ya'ni portlashga qodir haqiqiy yadro qurolini yasash edi. Robert Oppenheimer Amerika fiziki, aqlan o'ta kuchli, falsafiy qarashlarga ega bo'lgan. Bir vaqtning o'zida ham ilm fidosi, ham axloqiy ziddiyatlar girdobidagi inson edi. U loyihaga boshidan oxirigacha rahbarlik qildi. Olimlar guruhini ilhomlantirdi, qarorlar qabul qildi. Ammo u o'zi yaratgan qurolning qanday oqibatlarga olib kelishini chuqur anglay boshlagach, ichki azob-uqubatlarga tushdi.
Trinity sinovi tarixiy portlash. 1945-yil 16-iyul tong otishidan oldin Nyu-Meksikoning Alamogordo cho'lidagi Trinity sinov maydonida insoniyat tarixidagi birinchi yadro bombasi sinovdan o'tkazildi. Portlash natijasida osmonga ulkan qo'ziqorin shaklidagi bulut ko'tarildi. Yorqin nur ko'zni qamashtirar, portlash tovushi esa chaqmoqdan ham dahshatli edi. Oppenheimer bu manzarani ko'rgach, Hind falsafasidan bir iborani esladi. Endi men o'lim bo'ldim, dunyolarning vayronkori. Says, now I am become death, the destroyer of worlds. Bu ibora uning qalbidan ichki ziddiyatni aniq ifodalaydi. U ilmiy g'alabaga erishdi, lekin insoniyatni yo'q qilish qurolini yaratganini ham anglab yetdi. Bir necha hafta o'tib, AQSh hukumati ushbu qurolni insoniyatga qarshi qo'llaydi. 1945-yil 6-avgustda Yaponiyaning Hirosima shahriga Little Boy nomli uran bombasini tashlaydi. Shundan 3 kun o'tib, 9-avgustda yana bir shahri Nagasakiga plutoniy asosidagi Fat Man, ya'ni semiz odam bombasini tashlaydi. Ikki shahar vayron bo'ldi, 100 minglab odamlar halok bo'ldi. Omon qolganlar esa umrining oxirigacha nurlanishdan azob chekdi. Yadro quroli Ikkinchi jahon urushini yakunladi, ammo yangi muammo yadroviy qurollanish poygasi boshlandi. Oppenheimer esa urushdan keyin yadroviy qurollarning tarqalishiga qarshi chiqdi. U sovetlar bilan mushtarak nazorat o'rnatish tarafdori edi. Biroq sovuq urush davrida bunday fikrlar xoinlik deb qabul qilindi. 1954-yilda Oppenheimer siyosiy bosim ostida davlat sirlariga ruxsat huquqidan mahrum qilindi. Unga hatto natsist degan tamg'a ham bosildi. U hayotining so'nggi yillarida ilm-fanga qaytdi, lekin siyosiy jazodan to'liq ozod bo'lmadi. Ushbu voqeadan ilhomlanib 2023-yilda taniqli rejissyor Christopher Nolan tomonidan Oppenheimer filmi ham suratga olingan. Aziz do'stlar, xulosa qiladigan bo'lsak, yadro fizikasi ilm-fanda tub burilishni yuzaga keltirdi. Ammo ushbu ixtiro insoniyat tarixidagi eng dahshatli va vayronkor qurolning yaratilishiga turtki bo'ldi. Ayniqsa qurolning Yaponiyada insoniyatga qarshi ishlatilishi dunyo ahlini larzaga soldi. Ikkinchi jahon urushidan keyin sovuq urushning boshlanishi, yirik mamlakatlar o'rtasidagi ziddiyatlar yadro urush xavfini keltirib chiqarishi mumkinligidan dunyo hamjamiyati xavotirda edi. Ushbu quroldan foydalanish to'g'risida bir qancha qonunlar ishlab chiqildi. Bu borada Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi yadro quroli bilan bog'liq bir qancha hodisalarni muhokama qilgan. Ammo hozirgacha ushbu qurol bir nechta mamlakatda yaratildi va uning yana bir bor ishlatilish xavfi ham yo'q emas. Do'stlar, agarda video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosishni va bizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.